Ariza 6 Pro avtomobili uchun bitta zo'r imkoniyat beraman. Videoga like bosib, oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Sababi bu taklifni siz boshqa hech qayerdan topa olmaysiz. 6 Pro mashinasiga propanini bonus qilib beraman. Bundan tashqari boshlang'ich to'lovga 60-70 million so'm to'lov bilan o'zini narxini bo'lib to'lashga 2 yilga ham olsangiz bo'ladi. Agar sizda sal ko'proq boshlang'ich to'lovingiz bo'ladigan bo'lsa, 5 yilgacha bemalol o'zini narxida va o'zingizning nomingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Agar sizni bu takliflarim qiziqtirgan bo'lsa, avtosalonimizga kelib batafsil ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Ariza 6 Pro bunda 3 ta pozitsiyasi bo'ladi. Birinchi pozitsiyasining narxi 239 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasining narxi 254 million 900 ming so'm bo'ladi. Eng fulliniki 280 million so'm bo'ladi. Ya'ni ikkita pozitsiyasida turbina motor bo'ladi, birinchi pozitsiyasida atmosferniy benzin tanlamaydigan avtomobil hisoblanadi. Boshidagi boshlang'ich to'lov aytib o'tganimdek 60-70 million bilan o'zini narxini bo'lib to'lashga olasiz. Agar sizga barcha qo'shimcha jihozlar ichida xohlaydigan bo'lsangiz 69 million so'm to'lov qilasiz. Propani bonus bo'ladi va boshqa qo'shimcha jihozlari boshlang'ich to'lovingiz ichida ketadi. Misol uchun kovrigi, tonirovkasi, oldi radiator setkasi, motor zashita setkasi va oldini broni plyonka qilingan holatda antiradar, video registrator, brizgaviklari, xullas nima xohlasangiz mana shu 6 Pro avtomobil uchun men sizga zo'r variantlarda chiqazib beraman. Bitta like bosib ketishingizdan chiqmasa, bu takliflarni hech kim sizga bera olmaydi. Bu videoni 6 Pro mashinasini o'zini narxini bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yasiz. Men 69 million bilan barcha qo'shimcha jihozlar bilan dedim. Bu taklifim faqat imtiyozli shartlar asosida amal qiladi, o'zini narxiga emas. O'zini narxiga bo'ladigan bo'lsa, okalar propanni bonus qilib beraman. Kelib boshlang'ich to'lovga o'sha 60-70 million to'lov bilan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Namangan shahar Do'stlik bozor Promzona yo'lida joylashganmiz. Avtosalon kelib bu mashinani tezroq ko'rsangiz ham bo'ladi. Bunaqa takliflarni hech kim sizga bera olmaydi. 6 Pro mashinasini olmoqchi bo'lgan jimjit sinfdoshlar gruppasiga tashlab qo'ysangiz juda xursand bo'lishadi.